Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan tezkor avia. Bugun O'zbekiston havo yo'llari Toshkentdan uchadigan reyslari bilan tanishtirib o'taman. Bungacha sizlar Telegram kanalimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Keyingi videolar sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Xo'p, Toshkentdan Dubayga uchadigan reys uchish vaqti 8:25 da uchadi. 11:00 ga Dubay vaqti bilan borib qo'nadi. Ikkita bagajlisi vazoratning tarifi 3.050.000, bitta bagajli bez vazorat tarifi 2.600.000 chiqadi. Xo'p, bundan keyingisi Toshkent Xabarovsk yo'nalishi uchish vaqti 9:00 da samolyot uchadi. 20:50 ga Xabarovsk vaqti bilan borib qo'nadi. Primoy reys O'zbekiston havo yo'llari 6.400.000 bagajlisi, 5.900.000 bez bagajli chiqadi. Xo'p, keyingisi Toshkent Vladivostok yo'nalishi uchish vaqti 7:00 da Toshkentdan uchadi. 19:00 ga Vladivostok vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 5.900.000 chiqadi, bez bagajining narxi 5.500.000 chiqadi. Xo'p, keyingisi Toshkent Istanbul uchish vaqti 01:10 da uchadi. 4:30 ga Istanbul vaqti bilan borib qo'nadi. Undan keyingisi 7:40 da uchadi. 11:00 ga Istanbul vaqti bilan borib qo'nadi. Bularda bagajli bez vazoratning tarifi 2.800.000 so'm chiqadi. Xo'p, keyingisi Toshkentdan Mineral Nevadaga so'rashgandi. Xo'p, Toshkent Mineral Nevada yo'nalishi uchish vaqti 20:05 da samolyot uchadi. 21:35 ga Mineral Nevada vaqti bilan borib qo'nadi. Bagajlisining narxi 3.400.000, bez bagajining narxi 3.100.000 chiqadi. Manzilimiz Farg'ona shahar Tojmahalla ro'parasida. Ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. WhatsApp, Telegram 24 soat davomida ishlab turadi, postoyanno ishlab turadi. Agar masofa uzoq bo'lsa, WhatsApp, Telegram orqali pasportlarning kopiyasini jo'natsalaring, biletlarni sizlar nomlaringizga rasmiylashtirib beraveramiz. Biletlar 100% ishonchli va garantiyali bo'ladi.